tabibning oldiga bir bemor kelsa, dardini aytadi, maytam og'riyapti deydi. Shu tabib kasal odamni kasalligini sababini topsa, 50% ga davolab qo'ydi. 50% ga davolab bo'ldi. Chunki kasali nima ekanligi diagnozni to'g'ri qo'ysa, endi faqat unga shu shablon bor, mana dorini ichasan, shu bilan yaxshi bo'lib ketasan. Ammo agar mana shu diagnozni to'g'ri qo'ya olmasa, u yo'lini qilib ko'radi, bu yo'lini qilib ko'radi. Xullas, mana shu kasalning sababi, mana shu dardni keltirib chiqarayotgan asosiy omilni topmagunicha bu kasalni davolashlik mushkul bo'ladi. Bizga nima daxli bor? Bizga daxli bor joyi shuki, farzandlarimizning tabiati nimaga aynayotganligini, nimaga biz xohlayotgandaqa emasligini, sababini bilsak, ularning fe'lini, tabiatini aynayotgan narsani, sababni topadigan bo'lsak, shuni yo'q qilishligimiz bilan bolalarimiz inshaalloh tabiati aynishdan to'xtaydi. Ana shu bolalarning tabiatini, tarbiyasini, fe'lini, atvorini aynayotgan narsalarni mana sanab chiqyapmiz. O'tgan darsimizda aytdik, 8 soat telefonda ham, televizorda ham, kompyuterda ham hech narsani yoqmasdan yashab ko'rasan deb turib eksperiment o'tkazgan shu g'arb mamlakatlarida 58 ta bola maktab o'quvchilari qatnashgan. Shulardan bor yo'g'i 3 tasigina 8 soat sabr qilgan. Qolganlari sabr qilmagan, yoqib tashlagan. Ota-onasiga bog'liqligidan ko'ra, maktabiga yoki kitobiga bog'liqligidan ko'ra, ulfatlarga bog'liqligidan ko'ra, mana shu qo'lidagi jihozlarga, telefonmidi, internetmidi bog'liqligi kuchayib ketgan. Va qayta-qayta aytayapmiz, balog'atga yetmagan bolalarga mana shu internetga kiradigan, shunaqa bir ijtimoiy tarmoqlarga kiradigan telefonlarni olib berishdan hushyor bo'laylik. Biz o'zimiz ularning tabiatini aynishiga sabab ish qilyapmiz-da, keyin dodlab yuribmiz. Xo'p, keyingi mavzu musiqa va g'inoga berilib ketishlik. Muzikani ko'p eshitishlik. Birodarlar, Qur'on bilan musiqa bitta qalbda joylasha olmaydi. Bir-biriga teskari. Va xususan hozirgi zamondagi musiqa bilan. Biz bu musiqani hammasini harom demaymiz va hammasini halol ham demaymiz. Chunki hozirgi avlod, hozirgi davrdagi yoshlar eshitayotgan musiqalarga qaraydigan bo'lsangiz, aksariyati harom. Albatta unda yarim yalang'och ayollarning suratlari, shariatimizda mutlaq man qilingan ko'rinishlar albatta bor. Chunki busiz birov eshitmaydi uni. Avvalgilarida bitta likop bilan turganimda aytib qo'ysa, bu yerdagi osoqolar eshitib tushunib qo'yardi bu narsani. Hozirgilarga albatta ko'zini sehrlab turadigan bir suratlar kerak bo'ladi. Yo Qur'on turadi birodarlar qalbimizda, yo musiqa turadi. Musiqaga ko'p berishlik, g'anoni ko'p eshitishlik insonning qalbida nifoqni keltirib chiqaradi. Ayniqsa bu g'ino, bu musiqa hozir biz aytib o'tgan fahsh bilan to'lib toshgan bo'lsa, shahvatni qo'ziydigan ma'nolar kuylansa, bunday musiqani hech kim halol deb ayta olmaydi. Birodarlar, dinimizda chiroyli ovozga, chiroyli ohangga qarshilik yo'q. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga Abdulloh ibn Zayd roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, tushimda bir odam kelib menga azonni o'rgatdi" dedi. Bilasizlar, mashhur qissa, masjid bitganidan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Masjid-un Nabaviyasini qurib bo'lishganidan keyin odamlarni masjidga qanday chaqiramiz degan masala o'rtaga tashlandi. Biri o't o'qiylik dedi, biri qo'ng'iroq chalaylik dedi. Xullas, qo'ng'iroq olib kelinglar dedi payg'ambarimiz. Namoz vaqti bo'lganda qo'ng'iroq chalib chaqiramiz. Shunda sahobalardan Abdulloh ibn Zayd Ansoriy roziyallohu anhu tushida bir odam keldi, azonni o'rgatdi. Rasulullohga kelib mana shu tushni aytib berganida, "Bu yaxshi narsani ko'ribsiz. Siz o'rgangan narsani Bilolga o'rgating. Huwa anda minka sautan." Chunki Bilolning ovozi sizkidan balandroq, sizkidan yoqimliroq dedi. Demak, yoqimlik ovozga, yoqimlik insonning qulog'iga yoqadigan ovozni shariatimiz man qilmaydi. Go'zal narsaga shariatimizda to'sqinlik yo'q. Agar borinki ana shu g'inosini, musiqasini ham ma'nosi Allohni ulug'lash bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni madh qilish bo'ladigan bo'lsa, pokiza narsaga taqrib qilinsa, bu muboh. Ammo hammasi emas. Hammasi emas. Ammo bu kuy musiqada fahsh kuylansa, avrat deb sanaladigan holatda ayollarning ovozi kuylansa,
ayollarni go'zalliklari kuylansa, Allohdan uzoqlashtiradigan bo'lsa, bu musiqani biz halol deya olmaymiz. Vallohi yer yuzidagi hamma qo'shiqchilar yig'ilib, eng zo'r shu bastakorlar yig'ilib, eng zo'r deb bir kuyni bastalashsin, bir qo'shiqni bir yozilsin va ijro qilsin. Eng zo'r hofiz aytsin yana buni. Eng zo'r aranjirovkasi bilan, eng zo'r klip oladiganlar olsin. Bu musiqadan olinadigan huzur bilan Qur'on tilovatida, Qur'on eshitgan paytda topiladigan huzurni taqqoslab bo'lmaydi, birodarlar. Musulmon odamga Qur'on o'zi kifoya qiladi. Bilasizmi? Har yil yangi qorilar chiqadi. Eshsiz avvalgisidan shiringa o'xshayveradi. Har bittasini o'zini bir hidi bor, rangi bor, ta'mi bor. Musulmon odamga Qur'onni o'zi kifoya qiladi. Bandalarda kuylayotgan musiqasida nima bor, birodarlar? Odamni madhi, odamni ulug'lash bor. Ayolmidi yoki otasimidi, onasimidi? Ammo birodarlar, musulmon odam Qur'on tilovat qilayotganda kim ulug'laydi? Robbisini ulug'laydi. Musulmon odamning Qur'on tilovat qilishligi ibodat. Qur'on tilovat qilganda insonning qulog'i huzurlanadi, jasadi huzurlanadi, qalbi huzurlanadi. Birodarlar, shifo degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'onni. Xo'p, musiqani hammasi halol emas ekan, hammasi harom emas ekan. Bir odam namozga yiqilgan, haromdan uzoq bo'ldi, namozini o'qib yuradi, ibodatga kirishdi, qarasa musiqani bu eshitayotgan turlari, bu o'zi eshitayotgan musiqani ko'pchiligi harom ekan. Avvalida uni tark qilishligi qiyin bo'ladi. Bekitib eshitib yuradi burchak-burchaklarda. Telefonni burchak-burchaklarga qo'yib qo'yadi, biroq ko'rib qolmasin deb. Avvaliga eshitib yuradi, keyin vaqt o'tadida o'zi xohlamay qoladi eshitishni. Nima sabab bo'ldi? Nima o'zgardi? O'zgargan narsa uni iymoni yuksaldi. Iymoni yuksaldi. Bu narsa o'z-o'zidan uni qalbiga yoqmay qoldi. Birodarlar, odamlar bo'ladi. Bir gunohni qilmaydi. O'zi xohlaydi. Nafsi xohlaydi, lekin qilmaydi. Yana bir odam bo'ladi, gunohni qilmaydi, yomon ko'rib turib qilmaydi. Tushunarlimi? Hali ham shunga o'xshagan shariatimizda man qilingan musiqaga tortyaptimi ko'ningiz? Hali iymon yetarli darajada yuksalmabdi. Buni tezroq yo'q qilishlik payiga tushishlik kerak.